hurmatli Omon Matchon davramizda ishtirok etmoqda. Egambergan og'a Masharipovning eng qadrdon do'sti sifatida mana davramizga tashrif buyurgan eldoshimiz, faxrimiz, g'ururimiz Omon og'aga tabrik so'zi. Marhamat. Ortaga chiqing. Nega? Ketmang beraki. Da. Şöyle yaxshi ko'rinadimi yapayım. Aziz qadrli do'stlar, Egambergan do'stim, kelin. Endi hayotda shunday bir lahzalar bo'lar ekanki, Tangri taolo umrni bo'lak qilib qarab, haligi har qaysisiga bir xulosa chiqarayotgan paytida odam o'zining xonadoniga, atrofdagi muhitga, yonidagi do'stlarga va uydagi bolalarga bir qarab qo'yadigan payt keladi. Mana qizlarimiz bizni ko'z o'ngimizda katta bo'lishib, mustaqil hayot ostonasida turar ekan. Hammamizning ko'nglimizda ko'p yaxshilik, ko'p ezgu tilaklar minglab keltirishimiz mumkin. Deymiz, ilohiy, bularda zamoni yaxshi bo'lsin. Ulardan tug'iladigan bolalar ismlari go'zal, boradigan xonadonlari go'zal, zamonlari go'zal, hammaga insof, iymon kelgan zamonlar bo'lsin deb tilaymiz. Egamberganning uyida endi biz kelibmizki, mana shu bolalarimizni, qizlarimizni qo'lidan choy ichamiz, gaplashamiz, bo'lamiz, so'ylashamiz, yangi she'rlarni o'rtoqlashamiz, yangi qo'shiqlarimiz ko'p mana shu yerda mana Ortiqodajon, yerda shohidlar ko'p, yurtimizda ulug' hofizlarining shu yerda yangi kuy, yangi ohang, yangicha zarblari bilan to'liq ijod namunalarini mana shu dargohda eshitganmiz, ko'nglimiz nurga to'lgan. Men uchun mana shu uyda doim bir burchak bor, bir stolmi, yonboshlaydigan bir yostiqmi, bir qalammi, bir oq sahifa borki, men daxlsizman va ko'p yaxshi ideyalar deymiz, fikrlar birgalikda Egamberganni homiyligida, bu hozirgi mana bu biznesmenlar aytayotgan homiylik emas, yaxshi, to'g'ri ma'nodagi homiylik tug'ilgan. Aziz do'stlar, shu yaxshi kechada bir esdalik bo'lsin deb bir yangi she'rimni, shuningdek bir necha to'rtliklarimni ham o'qib bermoqchiman. Birinchi bir she'r. Payonsiz o'rmonlar bag'rida qoldim, bezavol. Mana bu yerda tinchitsangiz, yana she'rni yop qo'ydiqlarda. Bezavol yashillik hidiga to'ymay, lekin hafta o'tmay qisliqdi yurak, bu jannat makondan bir ilinch tuymay. Abadiyat bo'lib rom etdi tog'lar, cho'qqilar osmonning cho'ng ustunlari. Bunda ham dunyoga sig'mayin ketdim, daraga qamalgan dul
garchi yer va ko'kka uyg'undir umr, lekin har yurakning o'z tug'rosi bor. Men qaysi muhitda kim bilan bo'lmay ruhim doim uyg'oq va yo'lga tayyor. Men voha o'g'liman, talabim kenglik, erkin havolardan to'qiyman she'rlar. Bor bo'l mazmun qadar yorqin bo'lgan so'z, bor bo'l ufuq qadar keng ochiq yerlar. Rahmat. Bu to'rtlikkacha bo'lgan qismi edi bu. Mana shu yerda Baxtiyor aka birinchi hosil muborak deymiz. Yurtimizning juda katta e'tibori, nazari sizga muborak deymiz. Endi Xorazmda hamma Kotxuda odamlar yurtni boshqarish, bir menga, bir sizga, bir yana yoshroq komsomol mashhur yoshroq shunday asta hayot o'zining go'zal haligi aylanishi bilan davom etaveradi va shu bilan shirin va shu bilan chiroyli. Egam bergan men shu yerda hozir bir ikkita ya uchta o'zimni turli paytlarda yozgan to'rtliklarimdan o'qib bermoqchi bo'laman. Bu yerda yoshlar borligi, bu har holda muhabbat, sevgi, yaxshilik fasli bilan bog'liq to'y bo'lgani uchun bir sadoqat haqidagi bitta rivoyi. Hajringda oy kabi yiroqqa botdim, qora g'amim bilan chiroqqa botdim. Yig'idan, sog'inchdan ko'z yoshim bulog'i qurib, farhod tejasiday men toqqa botdim. Yana bir to'rtlik. O'zga sayyorada bir shoir go'dak, beshigin maqtarda to'qib kuy ertak, nahot shuncha qo'msar, shuncha sog'inar, qo'l oyog'i bog'liq paytlarini tentak. Va qo'shnay haqida bitta to'rtlik. Nechun Xorazmda qo'shnay ko'p deding? Nechun Xorazmda qo'shnay ko'p deding? Hech kim savollarni cho'rtaga yig'mas. Qon, ko'z yoshi og'isht Xorazm yeri, uning nolalari bir nayga sig'mas. Rahmat do'stlar, qadoq ko'taramiz. Rahmat. Yoshlarga baxt, saodat, yorug' kelajak, yo'llar ochiq bo'lsin, o'zi bergan rizq, nur nasibalari hammasi to'kin sochin bo'lsin. Egam bergan masala endi bundan buyog'i nevaralar tomon, Xudo xolasa evaralar tomon ketdi. Bu yo'l ochiq bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga Omon aka. Sog'-omon bo'ling. Dunyo birinchi o'tamiz. Rahmat. Katta rahmat. Ortiqjon rahmat. Rahmat Omon og'a. Mana xalqimizning, yurtimizning buyuk shoiri